Meni yemanglar, men oltin baliqchaman. Tilaklaringizni amalga oshiraman deb bechora baliq javradi, lekin baribir biz uni paqqos tushirdik. Bizning sayohatimiz xuddi shunaqa boshlandi. Buxorodan birinchi Toshkentga, Toshkentdan keyin boshqa davlatga ketishimiz kerak. Qaysi davlatga ketganimizni esa videoning oxirida ko'rasizlar. Yo'lda shunaqa romantik videolar qilishga ham ulgurdik. Mashinaning ichida ozgina perikuslar qilib, aeroportga ham yetib keldik. Xo'jayinimga meni sog'inasizmi desam, mana shu gapni aytdilar. İçlerim quvonib ketyapti deyman. Hay mayli, quvonib, maza qilib o'tiring deb, nanam bilan erkaklarni tashlab ketdik. Ajdankasini sizlarga videoga oldim, rosa chiroyli ekan. Aeroportda atmosfera uchun pul to'laysizlar, mana shu suvni 20 mingga oldim. Va mana o'sha hamma sevadigan daroshka. Samolyotga uchganlar mana shunaqa mo'jizani aniq ko'rgan. Samolyotda uchmaganlar hali bormi? Bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Samolyotda ovqatlanib va nihoyat manzilimizga yetib keldik. Mana bu qo'llardan bilgan bo'lsalaringiz kerak, biz Indiyaga keldik. Yaxshilab qaranglar, har bitta qo'l har xil shaklda nimadirni anglatadi. Sizlarga aeroportning ichini ham qisqacha ko'rsatdim. Bot nimaga aynan Indiyaga keldik? Bu narsani keyingi videolarimda podrobno tushuntiraman. Почти 2 kun yo'lda yurdik, shuning uchun juda ham charchadik. Aeroportdan chiqib, srazu gostinitsaga ketdik. Bu kishi esa bizani переводчик. Endi vloglarim Hindistondan bo'ladi. Men bilan birga sizlar Hindistonni sayohat qilasiz. Shuning uchun obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Hozircha esa всем пока.